Assalomu alaykum, qadrli san'at shaydolari. Bugun Monika Bellucci nomidagi operetta teatrida sizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi konsertni sizga havola etuvchi sozandalarni, ya'ni Ofarin jamoat sozandalarini olqishlar bilan kutib oling. İlk sozandamiz o'zi klarnet chaladi, lekin so'rasangiz uyalib dutorchiman deydi. Kutib oling, Namoz Bobonazar! Qop ketibdi. Ciao Bella. Navbatdagi sozandamizdan yoshligida siz qanday musiqa asbobini chalasiz deb so'rashganida u menga gitara deb javob bergan. Isroil Bulala. Kechirasiz, sizni bizga gitara chaladi deyshgandi. Men gitara deganda cholg'u asbobini aytmadim. Demak, nay chalasiz, shunaqami? Menga gitara. Ofarin demasdan o'zga chora yo'q. Men gitarani qo'lda chalganini ko'rganman, lekin tilda bunaqa chalganini birinchi ko'rishim. Hozir chiqadigan sozandamiz qonunchi, lekin qonunlarga tupurib qo'ygan Tolibxo'ja Hakimov. Kechirasiz akamdek qilib turing. Oppa, ana. Men chalsam любой tuxum qo'yib yuboradi. Ushbu sozandamiz skripkachi. Yursa ham skripka, tursa ham skripka. Skripkashunos Ahmad Hoshim Riba. Kechirasiz, skripkani yelkaga qo'yib chalishmasmidi? Men tizzaga qo'yib olib chalish yaxshi ko'raman. Demak, siz Abduhoshim akaga kimdir bo'lasiz. Yo, kimgadir Abduhoshim aka bo'laman. Marhamat. Navbatdagi chiqadigan sozandamiz doirachi, dang'aralik doirachi. Doirachi bo'lishiga qaramasdan pastda yana xizmat doirasidan tashqarida. 50 yoshdan oshgan raqqosalar ajali Umid Kamal. Ishqilib radarga tushmadimi ishqilib? Bo'ladi. Ana endi bo'ldi. Bu doirani ovozi yomon u, ha? Ot terisimi deyman? Bu otni ham, laqani ham terisidan emas. Ha, O'zimni terimdan. qayerda olgansiz? Sezmayapsizmi o'tira olmayotganimdan? Unda ikkinchi doirangiz qani? Ikkinchisi borligini qayerdan bildingiz? Umuman o'tirmayapsiz-ku. Ana endi ushbu jamoaning bosh dirijori bilan tanishtiraman. Dunyo san'atining ustuni Luciano Pavarotti yonidan pavorot qilib o'tib ketgan, Marilyn Monroe'ga shamol bergan, Mona Lisa'ni jivoyini ko'rgan aktyor, dirijor, bastakor, dunyo san'atining ustuni Otash Yanni. O'sha men. O'zingizmi? O'zi ekan. Hamma yig'ildimi? Hamma shu yoqda. Agar qulog'ini yaxshilab burasangiz,
qonun yaxshi ishlaydi. Xo'p bo'ladi, bo'l. Kechirasiz, hurmatli dirijor, bu qonunmi bu? Qonun. Men buni changda o'ylabman. Qanaqa sozandasiz qonun bilan changi farqiga bormasangiz? Bizni qishloqda umuman qonun yo'q-da. Ha? Hamma yo'q chang. Siz joyingizga o'tiring. Ustimdan kulmang. Men siz haqingizda juda ko'p eshitdim, ayniqsa doirangiz haqida. Konsert payti iltimos sekinroq chalsangiz. Nimaga? Qizarib ketmasin. Siz yoshligingizda rosa kasal bo'lganmisiz? Qayerdan bildingiz? Doirangizda shpritsizlar turibdi-da. Siz meni doiramga til tekkizmang. Sizni fikrlash doirangiz meni doiram bilan bir xil ekan. Qanaqa ekan? Mana bunday ekan. Aka, ko'p gapiryapsiz, lekin boru. Qavoraman hozir. Ay yo'q. Agar meni jahlim chiqarsangiz, men sizni qilib tashlayman. Misiz? Hey! Quvardinglar. Lekin rostdan ham bunday qarang, yo'dvis etgan ham turibdi-da. Iltimos, hurmatli dirijor, ana Majnun Toltadan chiqib gapirsangiz, tushunmay qolyapti. Bir soyasida o'tirib doirangizni qizdirasizmi? Hamma tayyormi? Tayyor. E'tibor Bunaqada bering. boshlaymiz. Hozir mana. Ana endi bo'ldi. Hey, bu opera bo'lsa, operaga raqqosani keragi yo'q. Voy, Operaga raqqosa kerak bo'lmasa, xalqqa kerak bo'lyapti. Ayya. Ha? Ana kuni bitta to'yga borsak, Ha. hofizing kerak emas deydi. Raqqosan o'zi kelaversin deydi. Bizni sastav bilan $100 ga yursak, buni bitta o'zi $300 ga yuradi. O'shada Biz bu raqqosa bilan polni qo'yxonalarni qizdiramiz. Qanaqa qo'yxona? To'yxona demoqchi, endi bu saksofonchi lab chalkashyotibdi-da. Ha, bo'ldi. Bu raqqosa bilan kelishib olganmiz. O'sha do'ppisiga qistirgan pullar yarimi uniki, yarimi bizniki. Ha, 50-50 ishlaysiz. 50 ishlaymiz. O'ynasangiz o'yning, faqat burchakroqda o'yning. Tushunarlimi? O'ting. voy, qonunmi? Bitta chalik. Qoching, tuxum qo'yib qo'yasiz, o'ting. O'ting davay. Qani. Hamma tayyor bo'lsa boshlaymiz unda. E'tibor beryapsizlarmi? Ha? Ana dirijorimiz har baqirganda doirasi tirishib ketyapti. Boshlaymiz dedi. Kechirasiz janob divizor. Divizor emas, dirijor, gapiring. Ha, ana hofiz chiqishida oldin ovozdan sozlab olaylik. Mayli. Rahmat ruxsat bering. Ana. Hammasini chalib qo'ymang. Boshqa to'ylar ham bor hali. Uzr berilib ketdim-man voy. Qani, bitta ko'ring. Yo. Oling endi. Yo. Bitta tortasi bo'ldi. Men saksofon chala olmayman. Nimaga? Saksofon chalsam doiram qizib ketadi. Marhamat. Bo'ldi, hamma tayyormi? Tayyor. Unaqada bugungi dasturimizni bosh hofizni chaqiramiz. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenizbek Biyazov. Eng kuchli shogirdlarimdan. Rahmat, maestro, bir nechta yemagan teatrlarning dirijori Otash Kutunyo. Sozandalar tayyor, hofiz tayyor. Bu orkestrmi bu? Nima? Orkestr. Orkestrda nima qilyapti? Menga gitara aka. Ko'rinib turibdi, bu saksofon ham saksofon chaladigan odamga o'xshamaydi bu. Alqasida kalyanchiman aka. Ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
chang nima qilyapti bu yerda tushunmadim. Yo, men artib qo'yaman chang bo'lsa. Hammasi zo'r. Qilib qo'yaman. Zo'r sozandalar. Obro'ni to'kmaydimi? Yo'q, bular hammasi katta sozandalar. Bu yerda Fransiyadan kelgan mehmonlarim bor hozir mana. Yo'q. Ha. Bular ham O'zbekistonlik emas. Mana doirachimiz Portugaliyani Dang'ara tumanidan. Konnichiwa. Bunisi Londonda sentridan, Ko'kcha bridjdan, soat yonidan. Bonjour. Inglizchani ham biladi-da. Ha, biladimi shuni? Boshlaymiz. Obro' to'kmaydimi ish qilib? Yo'q, boshlaymiz. Hamma tayyor. Deniz aka doira qalay, yaxshimi? Bu nima bu doirangiz kichkina? O'zlarinikida. Siz qachondan beri katta doiralarga qiziqadigan bo'lib qoldingiz? Bo'ldi, tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Qani. Kechirasizlar. Bitta savol bor-da. Javobini bilaman lekin. Ayol. Deniz aka siz hali katta ashulalar aytasiz, o'pkangizga katta havo to'ldirasiz. Nima uchun kasbingizni orqasi uzun? Endi. Bu endi o'zingiz aytyapsiz-ku, katta ashula aytaman, katta nafas olaman. Uni отчети ham bor-da. Endi Jenis akam sizlarni o'ylabda, sizlar skvazdakda qolib ketmanglar deydi. Qani tayyor bo'lsanglar. Aka, iltimos, bundayroqda ayting, отчет shamoliga men qolmay. Nima? Iltimos. Akada tornado bo'lib keladi-da. Ichida qolib ketmaylik, iltimos. Siz ham mayli, ana dirishyor bu yoqqa qarab turib, birinchi qator вообще tugaydi hozir. Bo'ldi, o'zimiznikilarga qarab aytaman, bo'lmasa. Tayyor bo'lsanglar. Hayır. Stop. Ha. Yana bitta savol bor. Buni ham javobini bilaman lekin. Yo'q. Deniz aka, "Hoya" deyinchi. Tinkiya, tinkiya. Boshlaymizmi? Yo'q, unaqa narsa qila olmayman men. Ha, uni qila olmaysizmi? Aytdim men sizlarga, Bruce Lee emas bu. Bruce Lee emas ekan. Bu Bruce Lee boshqa, u o'lib ketgan. Savol favoliga qaramang, boshlang tez. Tenis akani ham boshi qotib ketdi, gapiraverasizlar. Ketdimi? Ha, qani. Qani. Stop. Bitta taklif bor endi. Ana shu saksofonni bitta ko'rmaysizmi aka? Ya, o'tir. Bitta chalib ko'ring. Hey! Aralashmang. Boshlaymiz, bo'ling. Boshlaymiz. Xalq kutib qoldi. Hop. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Эй, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерзся где-то плыза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. И напрасно было. Ты пришла, ты сбылась. И не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете. Тот, кто ждет, все снесет. Как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Hamma raqsga tushsin. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорю с тобой ради этой встречи с тобой. Мерзя где-то плыза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не напрасно было.
saksofon yomon qilyapti lekin. E'tiboringiz markazida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenisbek Piyazov va siz kutgan Bravo jamoasi.